Nodir ukamiz hozir bizga bitta video tashlabdi. Juda to'g'ri gap gapirilgan. Oldini olish uchun plitani qarang, yorilgan ekan tepaga ko'ryapsiz, unisini qarang. Majburlikdan xudo arasiga hech narsa yo'qdek ajralib turibdi o'rtasi, ko'rdingizmi? Bu reglimiz 6,5 metr reglimiz. U tarafiga 5 ta plita, bu tarafiga 6 ta plita. Buni ustiga kallasi ishlamagan bolalar, usta bolalar yarim oqshomga yukni bosib tez ishlaymiz deb, buni ustiga 20 mingta g'ishni zakaz qilib 15 mingta g'ishni bir joyga qo'yadimi? O bu yana qaranglarda, reglimizga plyusovoy regl yo'q, plyusovoy. Faqat minus uzmasiga ketgan. Juda ham katta yukni ko'tarib turibdi bu reglimiz. Shuncha ham yuk oladimi? Bu regl baquvvatligidan yerga o'sib tushmagan regl. Osilib turibdi, plitalar sinib ketgan. Regl baquvvatligidan, majburlikdan. Mana shu narsani jo'natibdi Nodir degan ukamiz. Bu juda to'g'ri narsa. O'sha prorab yo'qligi, ustalar o'z voshinchalik qilib ishlaganligi mana shundan kelib chiqadi. Ko'p joyda mana shu ustalar ko'proq yukni plitani ustiga chiqaramiz deyshadi-da, tezroq ko'proq ish qilamiz deydi, kechasi bilan ishlaymiz deydi. Qo'pol qilib aytganingizda ochopatlik qilib, oqibatda plita sinib ketadi, yo regl darsi ketadi. Shu bilan uy yiqiladi. Ana o'sha narsalarga qarab turadigan prorab bo'lish kerak. Bu narsalarni kontrol qiladigan prorab bo'lish kerak. Reglni bir yo'lama minusli regllarga chizayotgan paytda yo'q, bu narsa to'g'ri kelmaydi deb aytadigan prorab kerak. Prorab nima uchun kerakligini mana shu yerdan ko'rib olasizlar. O'shaning uchun har bitta qilayotgan ishni kontrolni olish kerak. Pul topaman deb, ishlayman deb tezlashtirish kerak emas. Sifatli narsani qilish kerak. O'sha inson ertaga o'sha uyda maza qilib yashasin. Yer qimirlasa qo'rqmaydigan bo'lsin. Uyda bola chaqasi bilan maza qilib yashash uchun qurish kerak uyni.